Azizlar, bugungi ma'lumotni o'tkazib yubormang. 10 avgustdan boshlab ko'plab o'zbekistonliklar, ayniqsa chet elga ishlashga ketayotganlar, Rossiyada yoki boshqa davlatlarda vaqtincha yashab, pul topayotganlar uchun hayot oldingidek bo'lmaydi. Yangi qonun va qoidalar oddiy hujjat masalasi emas. Bu sizning ishlashingiz, yashashingiz, bank kartangiz, ijara uyingiz. Hatto mamlakatga qayta kirishingizga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nima o'zgaryapti? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi xatolar odamni katta jarimaga, deportatsiyaga yoki kirish taqiqiga olib keladi? Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni ko'rgan bitta odam o'zini ham, oilasini ham katta muammodan saqlab qolishi mumkin. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Yangi tartiblarning ma'nosi shuki, endi borib ishlayman, keyin hujjatni bir amallab to'g'rilab olaman degan davr tugayapti. Ilgari ko'pchilik chet elga, ayniqsa Rossiyaga kirib, migratsiya kartasini olardi, keyin tanish bilish orqali ro'yxatga turardi, ish beruvchi hujjat so'rasa bir narsa qilardi, so'ramasa ishlayverardi. Ayrimlar patentni kechiktirib to'lardi. Ayrimlar yashash manzilini o'zgartirib, lekin migratsiya ro'yxatini yangilamasdi. Yana ba'zilar do'qilin kun yursam bo'ladi, chegaradan chiqib kirsam muddat yangilanadi deb o'ylardi. Endi nazorat kuchayapti. Ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Chegaradan kirganingiz, qayerda ro'yxatga turganingiz, patent yoki ruxsatnomangiz bor yo'qligi, tibbiy ko'rikdan o'tganingiz, barmoq izi topshirganingiz, soliq yoki jarima qarzingiz, ish beruvchingiz sizni rasmiylashtirganmi yoki yo'qmi? Bularning hammasi tekshirilishi mumkin. Bu faqat politsiya to'xtatganda emas, bankda kart ochganda, ijara shartnomasi qilganda, ishga kirganda, hujjat uzaytirganda ham ko'rinadi. Oldin odamlar ko'p holatda bilmasdim deb qutulib ketardi. Endi esa bilmasdim degan gap kam yordam beradi. Chunki yangi tartiblarning maqsadi noqonuniy yashashni, hujjatsiz ishlashni, soxta ro'yxatga turishni, soxta patent va vositachilar orqali yurishni kamaytirish. Shuning uchun bugun men sizga qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Birinchi navbatda bu qoidalar chet elda ishlayotgan o'zbekistonliklarga tegishli. Masalan, siz Toshkentdan Moskvaga, Samarqanddan Sankt-Peterburgga, Farg'onadan Qozonga yoki Novosibirskka borayotgan bo'lsangiz, men faqat 3 oy ishlayman, keyin ko'raman deb ketmang. Siz kirgan kundan boshlab sizning muddatingiz yuradi. Migratsiya kartasida nima deb yozganingiz muhim. Agar maqsad turizm deb yozib, keyin qurilishda yoki kafeda ishlasangiz, bu katta muammo bo'lishi mumkin. Chunki tekshiruv paytida hujjatdagi maqsad bilan haqiqiy faoliyatingiz mos kelmaydi. Misol keltiraman. Nodir ismli yigit Moskvaga boradi. Chegarada mehmon deb yozadi. Chunki navbatda turganlar shunday yozaver deyishadi. Keyin u omborda oyga 70 ming rublga ish boshlaydi. Bir oy o'tib tekshiruv bo'ladi. Undan patent so'rashadi, ish shartnomasi so'rashadi. Migratsiya kartasini ko'rishadi. Kartada ish emas, mehmon deb yozilgan. Natija jarima, ish joyidan chiqarilish, hujjatlarni qayta to'g'rilash uchun vaqt va pul yo'qotish. Eng yomoni qayta qoidabuzarlik bo'lsa, mamlakatdan chiqarib yuborish yoki bir necha yil kirishini taqiqlash xavfi paydo bo'ladi. Ikkinchi toifa allaqachon chet elda yurganlar. Siz men 2 yildan beri shu yerda yuribman, hammasini bilaman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin yangi tartiblar aynan eski odat bilan yurganlar uchun xavfli. Masalan, siz bir manzilda ro'yxatga turgansiz, lekin aslida boshqa joyda yashaysiz. Oldin bu uncha bilinmasligi mumkin edi. Endi ijara egasi, ish beruvchi, ichki ishlar organlari migratsiya tizimidagi ma'lumotlar solishtirilganda savol tug'iladi. Bu odam rostdan ham shu manzilda yashayaptimi? Agar ro'yxat soxta deb topilsa, siz ham, ro'yxatga qo'ygan odam ham muammoga tushishi mumkin. Uchinchi toifa ish beruvchi orqali emas, mustaqil ishlayotganlar. Masalan, taksida ishlaydiganlar, ustachilik qiladiganlar, bozorda savdo qiladiganlar, kuryerlik qiladiganlar. Sizga ham hujjat kerak. Men kompaniyada ishlamayman, demak shartnoma kerak emas degan fikr noto'g'ri. Agar siz pul topayotgan bo'lsangiz, faoliyatingiz qonuniy bo'lishi kerak. Patent, ro'yxat, soliq, tibbiy hujjat, kerak bo'lsa litsenziya yoki ruxsatnoma masalalarini oldindan tekshiring. 4-toifa. Oilasi bilan ketayotganlar. Ko'p odamlar o'zi hujjat qilib oladi, lekin xotini, farzandi yoki ota-onasining muddatini unutadi. Farzand maktabga yoki bog'chaga borishi uchun ham
manzil, ro'yxat, tibbiy hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, ota ishlash uchun patent olgan, lekin rafiqasi uyda o'tiradi. U ham qonuniy yashash muddatiga amal qilishi shart. Bola ham kichkina deb nazardan chetda qolmasligi kerak. Har bir kirgan shaxsning o'z muddati bor. Raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz X sentabr kuni kirdingiz. Sizda ro'yxatga turish uchun ma'lum muddat bor. Ishlamoqchi bo'lsangiz patent yoki tegishli ruxsat uchun ham belgilangan muddat bor. Agar siz hali vaqt bor deb 25 kun yurib, keyin hujjat topshirsangiz, bitta qog'oz yetishmasa, tarjima noto'g'ri bo'lsa, tibbiy ko'rik navbati cho'zilsa, muddatdan chiqib ketishingiz mumkin. Keyin esa jarima boshlanadi. Jarima faqat pul emas, u sizning migratsion tarixingizda iz qoldiradi. 2-3 marta shunday holat takrorlansa, kirish taqiqi xavf kuchayadi. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz hujjatlaringizni vaqtda qilgan bo'lsangiz, ro'yxatingiz haqiqiy manzilda bo'lsa, patent yoki ish ruxsatingiz amalda bo'lsa, to'lovlarni kechiktirmasangiz, pasport muddati yetarli bo'lsa, tibbiy ko'rik va barmoq izi talablarini bajargan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin baribir tekshirib chiqing. Chunki ko'p muammo odamning qasddan qilgan xatosidan emas, e'tiborsizlikdan chiqadi. Masalan, patent uchun oylik to'lovni bir kun kechiktirish ham ba'zi holatlarda katta muammo keltiradi. Endi eng ko'p odam yiqiladigan joylarni aytaman. Birinchi tuzoq, soxta ro'yxat. Kimdir sizga aka 3000 rubl berasiz, bir yilga registratsiya qilib beraman deydi. Siz manzilni ko'rmaysiz, u egasini tanimaysiz. U yerda yashamaysiz. Qog'oz qo'lingizda bo'lgani bilan tekshiruvda u haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Agar tizimda yo'q bo'lsa yoki manzil egasi sizni tanimasa, bu qog'oz sizni qutqarmaydi. Aksincha, soxta hujjatdan foydalangan degan savollar paydo bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, migratsiya kartasidagi maqsad. Men yana takrorlayman. Ishlashga borsangiz, maqsadni to'g'ri ko'rsating. Mehmon deb kirib, keyin ishga joylashish sizni xavfga qo'yadi. Ayrimlar chegarada ish desam kiritmaydi deb qo'rqadi. Lekin noto'g'ri yozish keyin undan ham katta muammo beradi. Agar siz aniq ishga ketayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi bilan oldindan gaplashing. Taklifnoma, manzil, aloqa raqami, kerakli hujjatlarni tayyorlang. 3-tuzoq, pasport muddati. Ko'pchilik buni oxirgi daqiqada eslaydi. Agar pasportingizning muddati tugashiga 34 oy qolgan bo'lsa, chet elda hujjat uzaytirish, patent olish, bank kartasini yangilash, ijara shartnomasi qilishdagi qiyinchilik bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Ketishdan oldin pasportingizni tekshiring. Kamida 1 yil, yaxshisi 2-3 yil muddat bo'lsin. Chunki chet elda pasport muammosi vaqt, navbat va qo'shimcha xarajat degani. 4-tuzoq, jarimalarni mensimaslik. Kimdir yo'l qoidasini buzadi, kimdir metroda noto'g'ri o'tadi, kimdir migratsiya muddatini bir necha kun o'tkazadi. Mayli keyin to'layman deydi, lekin jarima bazada turadi. Keyin siz hujjat topshirmoqchi bo'lasiz. Chegaradan kirmoqchi bo'lasiz yoki bank xizmatidan foydalanmoqchi bo'lasiz. Muammo chiqadi. Ayniqsa migratsiya bilan bog'liq jarimalar xavfli. Bitta kichik beparvolik keyin katta oqibatga olib keladi. 5-nozik masala ish beruvchining va'dasi. Hamma hujjatingni qilib beraman. Patent shart emas. Bizda tekshirib bo'lmaydi degan gaplarga ishonib qolmang. Qonun oldida javobgarlik birinchi navbatda sizning bo'yningizda ham turadi. Ish beruvchi qochib ketishi, telefonni ko'tarmasligi, siz esa hujjatsiz qolishingiz mumkin. Shuning uchun ishga kirganda shartnomani so'rang. Kompaniya nomini yozib oling, manzilini biling. Siz uchun qanday hujjat topshirilganini tekshiring. 6-masala pul o'tkazmalari va bank kartalari. Qonuniy maqomingizda muammo bo'lsa, bank xizmatlarida ham savollar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kartangiz bloklanishi, pul kelib tushganda qo'shimcha tasdiq so'ralishi, shaxsni aniqlash jarayoni cho'zilishi ehtimoli bor. Agar siz oilangizga har oy $500 yoki $700 yuborayotgan bo'lsangiz, bitta hujjatdagi xato butun oilangiz budjetiga ta'sir qiladi. Shuning uchun hujjat masalasi faqat qog'oz emas. Bu uyda sizni kutayotgan farzandingizning ovqati, ota-onangizning dorisi kredit to'lovi degani. 7-masala chiqib kirsam bo'ldi degan eski usul. Avvallari ayrimlar muddat tugaganda qo'shni davlatga chiqib, qayta kirib muddatni yangilashga harakat qilardi. Endi bunday harakatlar diqqat bilan tekshirilishi mumkin. Agar tizim sizning mamlakatda doimiy yashayotganingizni, lekin rasmiy maqomingiz yo'qligini ko'rsa, savollar tug'iladi. Qonuniy yashash uchun haqiqiy asos kerak.
ish, o'qish, oila, yashash ruxsati boshqa qonuniy maqom, istisnolar ham bor. Masalan, ayrim toifalar uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Diplomatik maqomdagilar, rasmiy delegatsiyalar, talabalar, vaqtincha yashash ruxsati yoki doimiy yashash huquqiga ega bo'lganlar, xalqaro shartnomalar asosida kelganlar. Lekin men talaba bo'lsam kerak. Men qarindoshimniki keldim-ku degan taxmin yetmaydi. Har bir maqom hujjat bilan isbotlanadi. Talaba bo'lsangiz, o'qish joyidan ma'lumotnoma, shartnoma, ro'yxat hujjati bo'lishi kerak. Qarindoshinikida yashasangiz, qarindoshingiz sizni qonuniy ro'yxatga qo'ygan bo'lishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pasportingizni tekshiring. Familiya, ism, tug'ilgan sanati, pasport raqami. Amal qilish muddati hammasi to'g'ri bo'lsin. Agar pasport muddati yaqin tugasa, ketishdan oldin O'zbekistonda yangilang. Chet elga borib keyin qilaman demang, chunki u yerda vaqt ham, xarajat ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, ketish maqsadingizni aniqlang. Ishlashga ketayapsizmi, o'qishga ketayapsizmi, davolanishgami, mehmon bo'libmi? Har bir maqsadning hujjati alohida. Ishlashga borsangiz, ish beruvchining nomi, manzili, telefon raqami, vakillik kimligini yozib oling. Agar o'qishga borsangiz, qabul xati, shartnoma, yotoqxona yoki yashash manzili bo'yicha hujjatlarni tayyorlang. Uchinchi qadam, chegaradan o'tganda migratsiya kartasini shoshmasdan to'ldiring. Xato qilmang. Agar tushunmasangiz so'rang. Maqsadni noto'g'ri yozmang. Migratsiya kartasini pasport bilan birga asrang. Uni yo'qotish ham alohida bosh og'rig'i. Telefoningizda suratga olib qo'ying, lekin asl nusxani ham saqlang. To'rtinchi qadam, yashash manzilini qonuniy rasmiylashtiring. Uy egasi bilan ochiq gaplashing. Meni ro'yxatga qo'ya olasizmi? Qonuniy qilamizmi deb so'rang. Agar u yo'q, men registratsiya qilmayman desa, bunday uy sizga arzon ko'rinsa ham, keyin qimmatga tushishi mumkin. Ijara shartnomasi bo'lsa, undan nusxa oling. Uy egasining pasport ma'lumotlari, aloqa raqami, manzilini bilib qo'ying. 5-qadam. Ishlash hujjatlarini muddatida qiling. Patent kerak bo'lsa, patent uchun ariza, tarjima qilingan pasport, migratsiya kartasi, ro'yxat, tibbiy ko'rik, sug'urta, til va qonunchilik bo'yicha sertifikat kabi talablarni oldindan o'rganing. Bular hududga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun borgan shahringizda rasmiy migratsiya markazi yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Vositachiga to'liq ishonib qolmang. Vositachi yordam berishi mumkin, lekin tekshirish sizning vazifangiz. 6-qadam. Barcha to'lovlarni vaqtida qiling. Patent to'lovi, jarima, sug'urta, hujjat yig'imlari, bularni kechiktirmang. Har bir chekni saqlang. Qog'oz chek bo'lsa papkaga soling, elektron chek bo'lsa telefoningizda alohida papka oching, bulutli xotiraga yuklab qo'ying. Telefon yo'qolsa ham hujjatlar qolishi kerak. 7-qadam, hujjatlaringizdan nusxa tayyorlang. Pasport, migratsiya kartasi, ro'yxat, patent, ish shartnomasi, tibbiy ma'lumotnoma, sug'urta. Bank hujjatlari barchasining skaner yoki surat nusxasi bo'lsin. Oilangizga ham yuborib qo'ying. Agar siz bilan biror holat bo'lsa, uyda yaqinlaringiz qaysi hujjat qayerda ekanini bilishi kerak. 8-qadam. O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligi manzilini yozib oling. Ko'pchilik muammo bo'lmaguncha konsullikni eslamaydi. Lekin pasport yo'qolsa, hibsga olish xavfi bo'lsa, hujjat masalasi murakkablashsa, konsullik bilan bog'lanish kerak bo'ladi. Telefon raqamini saqlang. Rasmiy sayt va Telegram kanallarni kuzating. 9-qadam, qonun o'zgarganini muntazam tekshiring. Men sizga bugun umumiy va amaliy yo'l xaritasini berdim. Lekin qonunlar yangilanib turadi. Ayniqsa 12 avgustdan keyin hududlarda tekshiruv amaliyoti turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalar, migratsiya markazlari, elchixona xabarlari va ishonchli yuristlar ma'lumotini kuzatib boring. 10-qadam, agar hozir hujjatingizda muammo bo'lsa, yashirmang, kechiktirmang. Masalan, ro'yxatingiz tugagan, patent to'lovi o'tib ketgan, pasport muddati yaqinlashgan, jarima bor yoki migratsiya kartasini yo'qotgansiz. Bunday vaziyatda hali bilishmaydi deb yurish eng yomon qaror. Tezda rasmiy migratsiya bo'limiga, migratsiya markaziga yoki tajribali yuristga murojaat qiling. Ba'zi xatolarni vaqtida to'g'rilash mumkin, lekin kechiksa oqibat og'irlashadi. Yana bir real misol. Dilshod qurilishda ishlaydi. Oyiga 9,000 rubl oladi. Patent to'lovini har oy 20 sanasigacha to'lashi kerak. Bir oy pulini uyga yuboradi va keyingi haftada to'layman deydi. Keyin tekshiruv bo'ladi. Patent amalda emas deb baholanadi.
Dilshod bir haftalik kechikish uchun ishidan ayrilishi, jarima to'lashi, qayta hujjat qilishga majbur bo'lishi mumkin. U 9000 rubl topaman deb bir necha oy daromadini yo'qotadi. Demak, hujjat to'lovi birinchi navbatda turishi kerak, keyin boshqa xarajat. Yana bir misol. Malika opaning turmush o'rtog'i Rossiyada ishlaydi. O'zi 2 farzandi bilan boradi. Erining hujjatlari joyida. Lekin bolalarning ro'yxati kechiktiriladi. Maktabga joylashtirishda muammo chiqadi. Tibbiy sug'urta talab qilinadi. Manzil tasdiqlanmagan bo'ladi. Natijada bola o'qishdan qoladi. Ota-ona yugur-yugur qiladi. Shuning uchun oilaviy ketayotganlar har bir a'zo uchun alohida papka tayyorlashi kerak. Azizlar, 13 avgustdan keyingi yangi tartiblarning eng katta xulosasi bitta. Hujjatsiz yurish, soxta ro'yxat, kechiktirilgan to'lov. Noto'g'ri migratsiya maqsadi endi juda xavfli. Qonuniy yurgan odam qo'rqmasligi kerak, lekin beparvo odam katta muammoga duch kelishi mumkin. Men sizdan so'rayman, bugunoq pasportingizni, ro'yxatingizni, patentingizni, jarimalaringizni, yashash manzilingizni tekshiring. Agar yaqinlaringiz chet elda bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing. Siz qaysi davlatdasiz? Yangi qoidalar bo'yicha sizda qanday savol bor? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va ogohlantirish qo'ng'irog'ini yoqib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va eng muhimi xotirjamligini saqlab qoladi.